Orzuligicha qolmaydi. Ham mashinalar bizilib tursa bas. Bilsin. Ustoz, yig'ib qo'ygan galovkalarimiz 70 kiloga yetmayapti. Bitta lasetniki bo'lsa, saunada kayf qilardik. Qoravoy, saunaga borgin kelyaptimi? Jicha qistir. Ya, ana galovka keldi. Hozir. Okalar, mashinamni dvorniki ishlamayapti. Tuzatib beringlar. Yana xuddi shunaqa muammo edi. Buni galovkasi ketgan. Yangi galovka qo'yish kerak. Ish qiyinroq ekan, keyin qildiraman. Menga qara, Titanik nimaga cho'kib ketganini bilasanmi? Yo'q. Shotka dvorni ishlamagan. Kapitan yo'lni ko'rmay bormi zo'rga? Cho'kib ketgandek. Unda men nima qilishim kerak? Yangi galovka olib ketdingmi? Chop borabki. Ustoz, yomon ilonni yog'ini yalagan isqitsizda. Qoravoy, saunaga galovka ketmayapti, deyaptimi? Qani bir tortib berchi. Ustoz, bitta Matiz'ning korobkasi bo'lsa zo'r bo'lardi, yetmayapti. Ustoz, nimaga biz metallom yig'uramiz? Qoravoy, metallondan kelsa boylik, turmush bo'lar chiroylik. Bor. O'labi. Aqala, pechka ishlamayapti, shuni tuzatib beringlar. Voy, onasini yersa, Qoravoy yana xuddi shu muammo. Korobka ketgan. Pechka korobkaga aloqasi yo'q shakl. Ya, Titanikda odamlar nimaga suvda muzlab bo'lgan, bilasanmi? Yo'q. Titanik pechkasi ishlamagan. Ishlaganda suv iluv bo'larmidi? Odamlar o'lmas edi. Men nima qilay unda? Bor korobka olib keltirmay. Ustoz, yomon ko'zingizni yummasdan aldingiz-da. Galovkani ham sotdik, korobkani ham sotdik. Endi saunada kayf qilib dam olamiz. Kela, bu bratishkani aldab korobkasini yechibsizlar-ku. Joyiga qo'yib beringlar uni. Ustoz, o'ldik chempionga o'xshayapti. Qistir. Aka ming bor o'zi. Endi shogirdimni qo'lsan, egriroq deb adashib qo'yibdi. Siz uyingizga boring, korobkani joyiga qo'yib qo'yamiz. Ustoz, Matiz'ning korobkasini qayerdan olamiz? Shu kungacha yeb qo'ydikmi? Bundan keyin ham yemaymiz. Kela, o'g'limiz sodda deb aldoribsizlar. Ustoz, g'am qo'shqolashib keldi. Shogird har doim umiding bo'lsin. To'xtab tur. Nima bo'pti o'zi? Buni oldi dvorning emas, orqa dvorning ishlamayapti. O'zim ham aytdim, orqa dvorni ishlamayapti deb. Otam yangi korobka olish kerak. Korobka nima aloqasi bor? Ya, Titanik nimaga borib muz urgan, bilasizmi? Nimaga? Korobka ishlamagan. Zabniga tushmagan, shuncha borib urgan. Endi otam baqboti. Bolam sen buyoqqa kel. Endi ota bola jipslashib, borib bitta yangi korobka olib kelinglar.